Assalamu alaykum aziz obunachilar. Yana bir obyektimiz yetib keldik. Obyektimiz 4 Sho'raqonda joylashgan. Sheparimizni mart oyida ishlab ketgan ekan. Ish yerimizni pol patolog ishlarni yetib keldik. Xudo xolasa patolog ishdan boshladik ishlar. Shu yerlar ham, deshan ham, ichan ham yerini patologlarni ishimiz. Verandamızdan başladık yine. Dekor plastik. Şimdi camımızın koridor, dekor plastik. Havuzlu. Acayip boyup çıktı bu yine. Hayvan, yerimiz hem dekor plastik, aşağıda dekor plastik, kalan joylarımız yüksek karbon. Keyin pol işlerimiz var. Ya kuhniye. Akşam iş başladık, obedden keyin. Hozircha yomon emas. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Pol patolog işlerimiz devam etib turibdi. Hozirda yana pol qoqish jarayoni. Pol qoqish. Verandamiz 2.60 4 metr. Tamam, yine 3 metre 6 metre koridorumuz pragolda yana. Hozirda sonki prinsip. Bir yıldan beri shunday prinsipda ishlab turibmiz. Polimiz mustahkam bo'ladi net ishlasak. 3 qator yuboramiz. Qolganini sozani minib bo'ladi. Tumma oz ketadi. Patologlarımız yine plastik dekordan. Yine düzüp yine paragonu şunu koyup alamiz ki strapilasını mindiğine getadi. Taxtasini uzoq o'ynab oladi. O'zimiz yüksek karbon. Canım şimdi patologa yüksek karbon 8 zakazını ishlab turibmiz. Zakaz bo'yicha o'zimiz natijada tuzilgan. Pol tumbalarimizni shuni ag'ashlab bor ekan, 8 ga batırib ishlab turibmiz yana. 10 santimetrni 8 ga batıramiz. Nem olmaydi, izg'ar bo'lmaydi, chirimaydi. Hayvan yine. Yakı berent polu 20 santim büyüklükte. Plastikimiz yine dekor plastik. 2 havuz. Kraski vurup verilmedi yine. Sonki neyse yine. Sonki remontu patolog için hiç kim şekil vermedi. Yani. Şu boyunca bu oldu da olasa. İşte bacağımız bir koridor, keyin veranda, keyin kuhnya, plastik, hammasına cami 3,5 milyon so'm plastik ketdi. Bagetlari bilan birga. Baget, kirayi hammasi 3,5 milyon so'm bo'ldi. Material расход. Shuni gaplayman. Ahlaklarımız kanalda patolog bo'ldi.